qo'yimiz klastridioz bo'lgan, qorin damlagan bir hafta oldin va mana shu ahvolga kelib qolgan bugun. Turg'izib qo'ysa yerkanlar, turg'izmasa yemas ekan, lekin bu qotma emas. Ding bukilyapti. Lekin bu ham klastridiozni bitta turi. Shunday. Qimirlayapti. Bu ketdi. Og'zini qimirlatyapti. Tak, bunaqa paytda agressiv terapiya talab qilinadi. Nima deying? Shundaymi? Dorini olamiz. Organizmni uyg'on deymiz. Uyg'otadi, budilnik ishlaydi. Kapelnichani qo'ydik, ringer, gidrokarbonat, dastimni venadan jo'natamiz. Sal og'riydi, chidaydi jonivor. Nima qiladi, boshqa iloji yo'q. Tak. Yana vitamin B kompleks kerak bu paytda asab tolalari uchun. Tugaganini bilaman. Sabr turing. Qilamiz. B kompleksni ham tomirdan jo'natamiz. Ketdi. Probka sifatida foydalanamiz undan. Va mamlani keyin nima qilasizlar? Antitoks. Tak, bu antitoksni hozir jo'natamiz. Og'riq qoldiruvchi Meloxicam 1,5 gram teri ostiga. Qimirlayapti. Qotma bo'lganini qimirlay olmaydi. Bu ham toksin. Organizmning ichida ajralayotgan toksin nervlarga agressiv ta'sir qilyapti. Va albatta antitoks. Venadan. Va tugadi. Qanday gaplar?